Salom o'rtoqlar. Narkotik qo'lingizga qanaqa qilib yetib kelishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Mana bu modda X. Uni o'zingiz yaxshi bilgan joydan sotib oldingiz. Hamma etaplardan o'tib, mana endi u sizning qo'lingizda. Lekin u qanaqa qilib yetib keldi? Sotib olganingizdan to qo'lingizga kelguncha 15-20 minutgacha vaqt ketadi. Lekin bungacha nimalar bo'ladi? Rossiyaga geroin yetkazib berishni kim nazorat qiladi? Paydo bo'lish nuqtalaridan boshlaymiz. Transportirovka, sotish, korrupsiya, zo'ravonlikka o'tamiz. Eng asosiysi bu tizim Rossiyada qanaqa ishlaydi? Oxirigacha ko'ring. Afg'on trafigi. Dunyodagi narkovaziyat shu zaharli daraxtning ikkita shoxiga qarab qolgan. Afg'on geroini va Janubiy Afrika kokaini. Ishga o'tishdan oldin tarixga nazar tashlaymiz. Afg'on xalqi kambag'allik va tabaqalashish sabab bu qirg'in yo'ldan yurishga majbur bo'ldi. Oqibatda dunyodagi birinchi raqamli geroin eksportyoriga aylandi. Amerikaning aralashmaslik siyosati, milliy urf-odatlar Afg'onni eng katta geroin eksportyoriga aylantirdi. Rossiyaga kiradigan 550 tonna, Yevropa ittifoqi davlatlariga kiradigan 711 tonna. 2021-yil Amerika armiyasi Afg'onistondan chiqib ketdi. Hokimiyatga toliblar kelishdi. Ular ko'knoriga, narkotik o'simligiga zapret qo'yishdi. BMT ma'lumotida zapretlar opium narxini keskin oshirib o'rganini, narkobiznes daromadlari 3 baravarga o'sganini, ko'knori maydonlari esa 2022-yilda daji 32% ga ko'payganini ko'ramiz. Muammo yana ham kuchaydi. Lekin bu kimgadir muammo bo'lsa, kimlarnidir bankidagi hisob raqamiga tushayotgan ishtir pullar degani. Geroin va sintetik opiatlar eng og'ir va xavfli narkotiklardir. U faqat psixologik emas, odamni jismonan ham qaram qilib qo'yadi. Chidab bo'lmas hamda dahshatli og'riqlar. Afyun inson tanasidagi tabiiy og'riq qoldiradigan mexanizmlarni ishdan chiqaradi. Natijada og'riq paytidagi sezuvchanlik karrasiga oshadi. Daji yengilgina shabadayam xuddi kuvalda bilan beliga sog'gandek og'riq beradi. Maxsus vositalar beradigan og'riq hatto tayyorgarlikdan o'tgan professionallarni ham yerga qulatadi. Aytgancha, pagolli alkohollar podvalda kreativ qiynoq usullaridan foydalanishadi. Muhokamaga kunlab yoki haftalab doimiy tarzda geroin yoki boshqa afyunlardan ukol qilishadi. Keyin birdan to'xtatishadi. Organizmdan dori chiqib ketishini kutib, keyin shoshilmay qiynoqlarni boshlashadi. 2000-yillarning boshida Rossiyada geroin inqilobi bo'lib o'tdi. To'g'ri, inqilob haqida tarix darsliklarida lom-lum deyilmagan, lekin u ne to'lka bo'lib o'tgan, balki o'sha davr yoshlarini asfalt qiladigan mashinadek bosib o'tgan. Mana bitta narkomanni kundaligidan parcha va keyin militsiya analitiklarining eshitishicha, Sankt-Peterburgda joylashgan Dibenko ko'chasida, ya'ni Yevropadagi eng katta giyohvand moddalar bozorida narkomanlar inqilobi bo'ldi. Bir kundayoq rastalardagi Xanki yo'qoldi. Somon ham, Angrit ham yo'q bo'ldi. Ozarbayjonliklar, Kavkazliklar kamayib ketdi. Begona basharalar ko'paydi. Hamma sotuvchilarda faqat bitta tovar, geroin. Geroin. Faqat Xanki yo'q edi. Kecha 35 dan sotishayotdi, bugun vashshe yo'q. Yeri ko'k, geroin. Xohlaganingizcha. Bugun esa Darknet do'konlari prilavkalarida bir paytlar mo'l-ko'l bo'lib ketgan afyunlarni topa olmaysiz. Geroin inqilobi yo'q, afyunlar o'rniga Yevropa narkotiklari kirib keldi. Zaharli daraxtni ikkinchi shoxini ko'rib chiqamiz. Keyin esa ular Rossiyaga qanaqa qilib kirib kelishganiga o'tamiz. Lotin Amerikaning kokaini. Bu joyda dunyo zaxirasi ishlab chiqariladi. Lotin Amerikasi narkobiznesni tarixiy unumdor yerlarida gullab yashnagan. Kokain uchun serhosil yerlar tibbiyotda, sanoatda ishlatilganiga yetmaganidek 1963-yilgacha yetishtirish qonuniy bo'lgani uni eng katta yutug'idir. Bu do'zaxning markazida kokain kontrabandasiga egalik qiluvchi Medellin karteli turadi. Kolumbiyada 67 mingta xonadon xo'jaligi kokain ishlab chiqarish uchun xizmatda. Afg'onistonga o'xshab Kolumbiya xalqi hayotini yaxshilash harakatida karterlar bilan kelishuvlar qilishadi. Kokain yetishtirish bo'yicha har xil zapretlarga qaramasdan uni Kolumbiya, Boliviya dehqon bozorlarida oddiy sabzavotdek sotib o'tirishadi. Kolumbiya bu borada dunyoda birinchi o'rinda turadi. Har xil ma'lumotlarga qarasak, dunyo bo'yicha u yoq bu yoq 500 million odam ozgina bo'lsa ham mazasini tatib ko'rgan. 300 million inson esa mazasini ko'rishdan hali ham o'zini to'xtata olmayapti. Taxminiy xomchodga ko'ra, kokain ishlab chiqarish uni kontrabandasidan chiqqan foyda yiliga 100 milliard dollardan ham ko'p.
Ishonamanki Pablo Escobar dunyo Pabloni bozorga chiqqan birinchi milliy sanoatni yaratganidan beri Kolumbiya liderlikni bermayapti. Narkotik moddalar iste'moliga hali ham yetarlicha ta'sirini o'tkazib o'tdi. Milliardlab dollarlik narkobiznes Rossiyaga ham kirib keldi. Kokain yurtimizga kirganiga ancha bo'lgan. Sirazu elitani o'ziga qaratgan, bugun ham kokain o'zini o'rnini yo'qotgani, uni aylanmasi kamaygani yo'q. Daji bozor darknetga o'tib ketgan bo'lsa ham, Kolumbiya kokain plantatsiyasini yerlari yildan yilga kamayish o'rniga kengayib o'sib boryapti. Biz episentrni Afg'oniston va Lotin Amerikasida bo'lgan narkobiznes dunyosiga kirib ko'rdik. Oq markaz ayni shu hisoblanadi. Bu yog'iga sizda 100 kilolab narkotik bo'lganligini tasavvur qilib ko'ring. Sizni vazifangiz uni bozorga xavfsiz yetkazish. Xabarlarda ko'pincha narkotik partiyalar ushlanganini ko'ramiz. Bu payt darknet bozorlari dori bilan to'la bo'ladi. Ular bojxona chegarachilariga sezdirmay qanaqa qilib kirib kelishadi. Rossiyaga, Afg'oniston va Lotin Amerikasida narkotik yetkazish vazifasi bilan yo'lga tushamiz. Har bitta qadam oxirgisi bo'lishi mumkin. Paradoks, drama va fitnalar dunyosiga tayyor turing. Transport tashish. Afg'oniston geroinini tashish amaliyoti. Start nuqtasi Afg'oniston. Mo'ljal Rossiya. Ish boshida jinoyatchilar bu vazifani tashkillashtiruvchi, bajaruvchi, ishonchli hamda sadoqatli odamlardan jamoa tuzishadi. U yog'iga marshrut tanlash, Markaziy Osiyo qo'shni davlatlaridan bittasini kesib o'tadigan shimol yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Deylik, muhim nuqtalardan biri Tojikiston. Tojikiston bilan Afg'onistonning rosa uzun, deyarli qo'riqlanmaydigan taxminan 1150 kilometrlik chegarasi bor. Tog'lar etagida joylashgan bu ikki davlatni faqat hech ham tinchimaydigan Panj daryosi ajratib turadi. Bu daryodan qayiqchalar, sigirlar, hattoki odamlar ham yuradi. Oxirgi paytlar dronlar ham uchyapti. Ularni har biri bitta reysda 10 kilogrammgacha geroin olib o'tishi mumkin. Bundan tashqari bu savdo Tojikistonga, tashqi siyosatda Rossiya va Yevropa ittifoqiga ta'sir ko'rsatish uchun ham rosa foydali. Mabodo hukumat ko'z yumishni boshlasa, Yevropa ittifoqi bilan MDHga katta afyun zahari kiradi. Ko'pirtirmasdan aytamanki, geroin yosh aholi sonini kamaytiradigan juda ham zo'r vosita. Bu kuch har qanday urushdan ham ta'sirliroq. Ancha xavfsizroq yo'lni topganimizda biz Qozog'iston yoki Qirg'izistonga kelgan bo'lamiz. Bu yerda mamlakatning Yevroittifoqqa a'zoligi juda muhim. Bu yuklarni bojxonada rasmiylashtirish jarayonini oson qiladi. Chunki Tojikistondan kelayotgan vagon ayrim sabablarga ko'ra itlar va maxsus apparatlar yordamida haftalab ipidan ignasigacha tekshiriladi. Qirg'iziston yoki Qozog'istonda bo'lsa sotib qo'yishlar bo'lmaydi. Tez ayniydigan mahsulotlar uchun maxsus yashil yo'lakcha mavjud. Bular ko'pincha meva, sabzavotlar uchun, lekin geroin tashishga ham juda qulay. Kontrabandachilar ayniqsa pomidor, kartoshka, piyoz, chesnokni juda ham yoqtirishadi. Chunki butun vagon 50 kilogrammlik geroindan ham arzon turadi. Berkitishga ham juda qulay. Qozog'istonga keldik deylik. Xo'sh, keyinchi bu yog'iga Rossiyaga kirib olishimiz kerak. Jamoa kichkina guruhlarga bo'linadi. Bu yoqda qanaqadir yashirin birja servis ishlaydi. Yukni kichkina, pixanyor o'rgan professionallarga berishadi. Har bitta guruh operatsiyada tovarlar holatini koordinatsiya, nazorat qiladigan aloqa xodimlari bo'ladi. Bu yigitlarni o'ziga xos yetkazib berish usullari bo'ladi. Bu turli xildagi transportlar bo'lishi mumkin. Yuk mashinasi, oddiy mashina, avtobus, poyezd. Geroinni bir qismi odam qo'li bilan tashiladi. Ular narkotikni tanalarida yoki sumkalarida olib yurishadi. Bir qismi chegaradan dronlar, hayvonlar, dashi paraplan bilan uchib o'tadi. Rossiyada jamoa yana ham kichkina guruhga bo'linadi. Geroin bo'lsa alohida transportlarga joylab chiqiladi. Bu mahsulotni topilishi va qo'lga olinishi ehtimoli pasaytiradi. Keyin mahsulot bozorga, keyin geroin tarqatish, sharafli milliy soqqa qilish usuli bo'lgan lo'lilarga yetib keladi. Korrupsiya haqida oxirroqda gapira qolaman. Umuman olganda afg'on geroinini Rossiyaga olib kirish mafiya san'atidir va bularga qarshi armiya va jangovar vertolyotlardan foydalanish darajasida kurash ketadi. Tojikistonni olaylik. Tojikistonda raqobatdosh kuchlar joylashgan. Birinchisi
Prezident oilasi. Boya aytganimdek, qo'riqlanmaydigan uzun chegara orqali savdo qilish tashqi siyosiy ta'sir uchun juda ham foydali uslubdir. Ikkinchisi, pamirliklar. Tog'lik, isyonkor Pamir xalqi o'zgacha tilda gaplashadi, Shia mazhabiga amal qilishadi. Ular assasinlar. Oldin ularni ashshosiylar deyishgan. Menimcha bu haqida eshitgansiz. Ba'zi musulmonlarning fikricha, zamonaviy ashshosiylarni bir buyuk allomaning avlodi hisoblangan inson boshqaradi. Londonda yashovchi saxovatpesha milliarder yoki oddiygina aytganda yaxshi inson. Shoh Karim al-Husayni. Ko'proq Og'axon To'rt ismi bilan mashhur. Uzun quloq gaplarga qaraganda Og'axon To'rt Pamir geroin savdosini boshqargan, lekin bunga hech qanaqa isbot yo'qmish. Bo'lmaydi hamdi. Har qanaqa toza pamirlik odam Og'axonni sotgandan ko'ra o'zini portlatib qo'ygani yaxshi. Juda ham qizig'i, to'g'rimi? Ashshosiylar oldin nacha chekib o'ldirishardi, endi bo'lsa geroin sotishyapti. Ashshosiylar nomi o'zi gashishi nomidan kelib chiqqan bo'lib, gashish chekadiganlar degani. Gashish bu xalq madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan. Undan bag'ishlov marosimida o'limdan qo'rqmaslik uchun ishlatilgan va kalyanni tabak chekish uchun emas, balki gashish chekish uchun ixtiro qilishgan. Eshitib hayron qolasiz, to'g'rimi? Aytgancha, ashshosiylar hozir ham bor. Kimlar bilandir urushga ham tayyor, xuddi burungi tampliyerlarga o'xshab, balki aholida videoda men tashkilotni, ularning faoliyatini batafsilroq gapirib berarman. Afg'on geroini Bolqon yo'nalishida har xil yo'llar orqali harakatlanadi. Eron, Pokiston, Turkiya, Bolqon, Yevropa bo'ylab yoki oltin uchburchak orqali xalqaro kontrabandani qora simfoniyasiga chalinadigan Tailand, Myanma, Laos, Vyetnam, Shimoliy G'arbiy, Janubiy Xitoy narkomaniyani qorong'u yuragiga birlashib olishgan. Kichkina baliqchi kemalar Myanmadan Shri-Lanka va Hindistonga narkotik tashiydi. Karvonlar bo'lsa Bangladesh tomondan yo'lga chiqadi. Katta partiyadagi afyonlar Bombay, Madras va Pokiston portlaridan butun dunyodagi buyurtmachilarga yetkaziladi. Lekin oltin uchburchakda faqat geroin degani emas. Shu bugunda Myanmaning Shan shtatida joylashgan noqonuniy metamfetamin ishlab chiqarish markazi bor. 2016-yildan 2020-yilgacha kristal metamfetamin hamda tarkibida metamfetamin saqlaydigan tabletka ishlab chiqarish o'sish kanton jinoyat sindikati faoliyati bilan bog'liq. Semgor Company nomi bilan tanilgan sindikat rahnamosi deb gumon qilingan Semgor yaqinda hibsga olingan bo'lsa ham mintaqada faoliyat yurityapti. Lotin Amerikasi kokainini tashish. Start nuqtasi Lotin Amerikasining Kolumbiyasi, mo'ljal Rossiya. Xuddi geroinga o'xshab, kokainni Kolumbiyadan tashish uchun eng yaxshi yo'llar aniqlandi. Jinoyatchilar tovarni Kolumbiyadan Venesuelaga quruqlik yoki dengiz orqali katta tezlikdagi qayiqchada 2 qavatli konteynerlarda tashiydi. Venesuelada poraxo'r amaldorlar sotib olinadi. Kokainni Yevropaga ketayotgan yuk kemalarga joylash uchun xavf-xatarni minimumga tushirish uchun kokain partiyasi turli kemalarga joylashtirilib, kichkina yuklarga ajratiladi. Logistika yuk tashish mutaxassislari juda ham professional bo'lganligi sababli operatsiyaning maksimum maxfiyligi ta'minlanadi. Yuk kemalari Yevropaga kelgandan keyin deylik birinchi navbatda Niderlandiya, Ispaniya yoki Portugaliya portlariga kokainni butun qit'a bo'ylab temir yo'l va yuk mashinalari orqali tashish boshlanadi. Yuk tashish paytida pagonli o'rtoqlar kuzatuviga xalaqit qilish maqsadida transport turlarini, yo'nalishlarini o'zgartirishadi. Rossiyaga kirish uchun Yevropa ittifoqi davlatlaridan bittasiga kirib o'tiladi. Bu Finlandiya yoki Latviya bo'ladi. Muvaffaqiyatli kirish ta'minlash uchun chegarachilarga pora berishadi. Yetmaganiga mahalliy jinoiy guruhlar ham qo'llab-quvvatlab borishadi. Rossiyaga kirib, jamoa juda ham kichkina guruhlarga bo'linib oladi. Kokainni alohida transportlarga joylab chiqishadi. Bu tovarni aniqlash, musodara qilish xavfini kamaytiradi. Kokainni Rossiya bo'ylab tarqatishga tanish-bilishlar kerak bo'ladi. Buni yopiq qora bozor ko'rinishida ham tashkil qilishadi. Shundan keyin tovar marketplace-ga kiradi, aniqrog'i megaga qo'yiladi. Bu joydan yordamchilar orqali ashulachilarga, deputatlarga, biznesmenlarga qolaversa, deputat va biznesmenlarni erkatoy bolalarga tarqatiladi.
Endi qiziqarliroq nazariyalarga, real voqealarga o'tamiz. Kokain Yevropaga dastlab Karib dengizi davlatlari orqali Ispaniya portlariga kelgan. Keyinroq Yevropa integratsiyasi kuchayishi bilan narkotik savdosi G'arbiy Afrikadan ham o'tishni boshladi. Bu yiliga taxminan 50 tonna degani. Davlatimizga kokain dengiz orqali kirib keladi. Ko'pincha katta dengiz konteynerlari faqat eksotik mevalar bilan to'ldirilmaydi. Bu konteynerlarni hech kim ichida 100% kontrabanda borligiga uverin bo'lmasdan ochilmaydi. Chunki konteynerlarni saqlash xarajatlari pagonli okalarni, aniqrog'i soliq to'laydigan xalqni bo'yniga tushadi. Lekin Rossiyada har doim ham shubhalanishadi. Ularning shubhalari tovonini bechora yuk egasini o'zi to'laydi yoki uning sug'urta kompaniyasi. Huquqni muhofaza qilish tizimini bunaqa siyosatdan %100 aniqki, Rossiyaga olib kiriladigan yuklarni sug'urta narxiga ham ta'siri bor. Bu albatta import qilingan mahsulotlarni yakuniy narxiga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. E'tibor bering, narxlar ko'tariladi. Yevropadan yuk mashinasi karvonlari bizaga quruqlikdan keladi. Pandemiyadan keyin Ukrainadagi harbiy operatsiya narkotrafikni bu yo'nalishiga qattiq zarba berdi. Lekin soyadagi supermarketlar prilavkalarini ko'ryapmizki, kontrabandachilar hali ham tovarlarini eshigimizni tagigacha olib kirish yo'llarini mohirona topishyapti. Katalogim sahifalaridan olgan ma'lumotlarimga qarasak, bizaga Kolumbiya, Venezuela, Boliviya va Perudan sovg'alar bor. Lekin gapni indallosini aytganda, sotuvchilar har doim ham o'zi xohlagan narsani haqiqat deb taqdim qilishmaydi. Vitrinadagi mahsulotlarni bunaqa keng geografiyasi ko'pincha oddiy marketing uslubi bo'ladi yoki tovarni kelib chiqishi haqida aniq ma'lumotlar yo'qligidan dalolat. Lekin meni tanishlarim orasida sizni tovaringizni yer sharini boy tochkasidan rostdan ham yetkazib bera oladigan uchar dallol yigitlarim bor. Ana endi sotuv bosqichi. Xullas biza tovarni sifatli ishlab chiqarishni ham, joyiga xavfsiz yetkazib berishni ham muvaffaqiyatli ta'minlab qo'ydik. Shu joyda endi optoviklar, chakana savdo qiladigan dallollar ishga kirishadi. Narkotik sotish sxemasi har bitta davlatning mahalliy qonun va madaniyatidan kelib chiqadi. Bu chorrahada yoki shaharning ma'lum bir hududida turib olib ko'chada sotuvchilik qilish yo'li bilan yokida savdo zanjirimizning bir qismi bo'lgan tanish-bilishlar yordamida amalga oshirish mumkin. Rossiyada 2015-yilgacha ko'chada narkotik sotish keng tarqalgan edi. FSK islohotidan keyin ko'chadagi sotuvchilar yer yutgandek yo'q bo'lishdi, qolishdi. Dillerlarni ham darknet degan o'rgimchak to'riga chuqurroq kirishga majbur qilishdi. Rossiya bilan MDH davlatlari zakladka bilan savdo qilishga o'tishdi. Kichikroq shaharlardagi to'g'ridan to'g'ri kimdan narkotik sotib olishni ham biladigan odamlar hali ham bor, lekin katta shaharlar uchun bu juda kam uchraydigan holat. Dillerlarni darknetga o'tib ketishi narxlarga jiddiy ta'sir qildi. Tovarlar qimmatlashdi. Ko'chada 1 grammi 500-600 rubl turgan bo'lsa, vaqt o'tib 800 rublgacha ko'tarildi. Ishlab chiqarish xarajatlari, logistika, kuryer to'lovlari, do'kon joylashgan bozorning foizlarini hisobga oladigan bo'lsak, grammi 1600 dan 2300 rublga aylandi. Bu sifat va joylashuvga ham bog'liq. Masalan, mashhur mega platformasi qulay komissiya jadvalini taklif qiladi. Chakana savdodan 5%, ulgurji savdodan 1%, lekin alfa PFBdagi boshqa moddalar bilan vaziyat sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bitta chakana savdo bitimidagi sotuvchi 7% to'laydi. Ulgurji savdo bitimiga bo'lsa, diller marketplace-ga 1 emas 5% to'laydi. Men bu narsaga nisbatan juda ko'p marta o'zimni pozitsiyamni bildirganman. Nimaga uni tek-tugi bilan yo'qotib yubormaydi degan savolga javob berganman. Mani siyosatim bu narsaga nisbatan o'zgarishsiz qolyapti. Uni iste'molini minimal darajaga tushirilishi kerak. Bitta juda ham muhim narsani eslab qoling. Har qanaqa ishda muvaffaqiyatga erishish uchun aniq bitta maqsadni tanlash kerak va faqat shu nuqtaga uzoq aniq zarba bering. Natijaga erishganingizdan so'ng keyin maqsad tanlanadi. Korrupsiya, tayyor ishlab chiqarish, narkotiklarni tashish va sotish kartel egalariga ulkan boylik olib kelyapti. Shu qadar katta boylikki, hukumat nazaridan chetda qolish deyarli imkonsiz. Hukumat jinoiy sindikat daromadlariga ko'z yumsin deb
kartel kattakonlarni siyosiy kuchlatar tuzilmalarga kirib borish yo'llarini topishadi. Maqsadga erishish deb pora, shantaj, qo'rqitish, xullas hammasini qilib ko'rishadi. Sotilmaydigan, kelishmaydigan xodimlarni ko'pincha mazasini qochirishadi. Tushunish kerakki, korrupsiyasiz bu biznes bir kun ham yer yuzida turmaydi. Xuddi bu biznesni bunaqa sersoqqa qo'radigan qonuniy taqiqlar bo'lmagandek. Rossiyada narkoindustriya darknetga o'tgunicha narkobiznesdagi korrupsiya o'zini cho'qqisiga chiqdi. Bu FSKN uchun rosman oltin davrlar bo'lgan. Sotuv tochkalariga kirishalik, musodara qilingan ashyoviy dalillarni bozorda pullab yuborish, mashinasiga olib ketgan narkotik tashab, raqobatchilarni o'yindan chiqarib yuborish, FSKN xodimlari o'zlarini cho'ntaklarini qappaytirish maqsadida har qanaqa iflosliklardan tap tortishmasdi. Lekin har qanaqa tizim u qanchalik mukammal bo'lib ko'rinmasin, baribir ertami kechmi o'lib yo'q bo'ladi. FSKN alohida tuzilma sifatida tugatilishi, ko'chadan narko savdogarlarni yo'qolishi, industriyani darknetga o'tish organidagi pagonlilarga qattiq zarba bo'ldi. Ilgari sotish tochkalarini aniqlash uchun bosim qilgan payt dillerlarni sotib beradigan bitta ikkita kayfushani gapirtirish yetarli bo'lardi. Hozir haqiqiy savdogarlarni fosh qilish ancha qiyinlashgan, lekin pagonlilar plan topshirishga majbur bo'lgani uchun organda mana bunaqa sxemalar gullab yashnayapti. Iste'molchi zakladka ustida ushlanadi, ko'p yillarga qamalib ketasan deb chiroyli tushuntirishadi. Organdagilar bilan hamkorlik qilishni taklif qilishadi. Buning uchun shunchaki sherik topib, pul tashashib tovar olishga ko'ndirishadi. Qo'lga tushgan kayfusha berkitilgan tovarini yarim pulni o'rtog'iga o'tkazadi. O'rtog'i borib tovarni olish kerak bo'ladi. Tovarni olishayotgan payt maski shou boshlanadi. Yordam bermoqchi bo'lganni sotuvchisan deb to'g'ri qamoqqa jo'natishadi yoki xuddi shu sxemani boshqa odam bilan yana takrorlashadi. Oqibatda sudlarda sotuvchilik bo'yicha delalar ko'payadi. Lekin hammamiz bilamizki, yarim gram bilan ushlanganlarni tiqish bu shunchaki xamirchidan patr degani. Katta ob'yomdagi tovarlar uchun o'ng qo'l berganini chap qo'l bilmasin prinsipi ishlaydi. Hamma pul topishni xohlaydi, ko'pincha halol odamlar baland darajaga ko'tarilmaydi. Bu achchiq haqiqat. Shunaqa ekan, narkotikka oid korrupsiya o'lmaydi, u faqat gullab yashnaveradi. Oxirida bo'lsa, katta o'yinchilar kerakli odamlarni ko'tarilishga yordam bersa, tizim doimiy muvozanatda qoladi. Bu odamlar tabiiyki biznesga surprizlarsiz, sof foyda olib keladigan investitsiya kirishni ta'minlashadi. Bu trend o'zgarishiga hech qanday sabab yo'q. Zo'ravonlik, hokimiyat va pul uchun kurash ko'pincha zo'ravonlik hamda qon to'kilishiga olib keladi. Lotin Amerikasida oxirgi 10 yil ichidagi kokain urushlari 20-21 asrlarda mintaqada bo'lgan har qanaqa qurolli to'qnashuvdan ham ko'p odamni yostig'ini quritgan. 80-90-yildagi narko kartel urushi, Madeleine bilan Kali kartellari o'rtasidagi qonli to'qnashuvlar mamlakat tarixidagi qora kunlardan bittasi bo'lgan. Rossiya hududidagi narko industriyaga borib taqaladigan zo'ravonliklar ham vaqt o'tgan sari ancha jiddiy o'zgaradi. Narko biznes darknetga ko'chib o'tguncha 90-yillarni paniyatkasi bilan yashaydigan odamlar ko'proq belidagi kuchga ishonardi. Begona territoriyaga o'zini tovari bilan kirmoqchi bo'lgan ahmoqlarga havas qilmagan bo'lardim. Jinoiy guruhlar har bir odamini o'ziniki deb bilib, shafqatsiz janglarga olib borishardi. 2005-2010-yilda Sankt-Peterburg janubidagi daji yagona upakovkalash sistemasi ham bo'lgan. Agar narkomanning qo'lida standart upakovkadan sal boshqacharog'ini ko'rib qolsa, tovar qayerdan kelganini so'rab, savollarga ko'mishardi. Territoriya uchun bo'ladigan urushlar tarixda qoldi. Buning o'rniga sahnaga sport yukladigan yangicha narsalar paydo bo'ldi. Zakasga qarab, lubboy odamning chekchavog'ini sug'urib oladigan yosh yigitlar guruhi chiqdi. Paniyatga berishdan tortib, oyoq qo'lni sindirishgacha bajarishgan. Ko'pincha dillerlarni o'z ishchilari uxlatib ketishganda, ayni shu mushtumzo'rlar ishga kirishgan. Men hali ham o'sha davrdagi voqealarni eslayman. O'sha paytda ikkita raqobat qilayotgan marketplace'larga baravar ishlamoqchi bo'lgan xamilyonlarni tutib o'ldirishardi. O'ligi dabdala bo'lgan holatda topishardi. Mayli maydalashmayman, YouTube'damiz har holda, baribir boshqa hech narsa ayta olmayman. Endi siz kartel tovarlar bosib o'tadigan yo'l nimalardan iboratligini bilib oldingiz. Sizlar bilan professor Moriarty bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling va yangi videolarni kuting.